Assalomu alaykum, muhtaram qarindoshlar. Hozir butkul dunyodagi bizning Sharq Turkistonlik Qozoq va Uyg'ur, O'zbek hamma qarindoshlarimiz o'sha ekranda qarab o'tirdi. Ya'ni bu xalq vakillari nima ishlarni qildi, nima qildi u yoqqa. Xuddi qurultoy dunyo Uyg'ur qurultoyi Sharq Turkistonni ozod qiladigandak. Ya'ni bu bir qurultoyning vazifasi bo'lmasdan butkul tashkilot va shaxsiylarning o'rtaq ko'rishi bilan maydon keladigan bir natija. Şunu bu nima qila oladi bular? Hammasi aldamchi. Sizlar vakillar bir nima so'ramaysizlar dedi. Men shunga qisqa gap qilma, turpanch o'dilmayna bir gap o'tay. Mening dedig'im shuki, biz endi to'xtamasdan yana irqiy qirg'inchilikni jiqaroq mamlakatlarda tashviqot qilib, bizda guvohchilar hayot vaqtimizda, o'lib ketmasimizda, yiqilib qolmagan vaqtimizda bu tashviqotni yaxshi ishlab, yana hozir aran 6 bo'ldimi? Bunda qarasanglar şu memleketlarda Uyg'urshunos tadqiqotchilar bor, ham lager shohidlariniki to'xtamay kurash qilishi bilan, ham Kanadadan boshqasi, Kanada jamoatining nihoyat zo'r badal to'lashi bilan shu qabul qildi. Endi shu Amerika elchilari va Yevropadagi kelgan buning xodim nima apandilar bizga dedi tavsiya qildiki, biz sizlarni har qachon qo'llaymiz. Ya'ni har bir konsulxonamizda birdan Xitoyning mas'ul xodimlar sizlarni shu tashviqot ishlaringlarga yordamda bo'lish uchun tayyor. Sizlar bizni izlab kelinglar. Biz qo'limizdan kelish yordam qilamiz, ya'ni sorun hazırlashga, uchrashtirishga, shahar boshliqlari bilan bo'lsin, elchilar bilan bo'lsin qilamiz dedi. Biz bu Sharqiy Yevropa va Shimol Yevropalarda buni qo'lga olsak, ham islom mamlakatlariga amalga chiqishga tirishishimiz kerak. Biz ular yordam qilmadi, musulmonlar umid yo'q demasdan, bizdek tirik shohidlarni 2 dan 3 dan bo'lsa, ashlarni olib anglatsak, bayam degandek mamlakatning qo'lga keltiramizakmi? Çokum biz butkul dünya halkının qo'lishini qo'lga keltira olamiz deb uning ishi nima? Bu birinchi. Ikkinchisi bizniki Qozog'istonda bo'lsin, muhojiratda bo'lsin, lagerdan chiqqanlarniki butkul tan salomatligini bizning shunchalik doktorlarimiz bekchiqqan. Mushuni bir qo'lga ilib, hammasiniki tan sog'lomligining bir statistika appasanlar. Psixologiyasini bo'lsin, bu tan sog'lomligini bo'lsin, ichki a'zolarimizning qanday o'zgarishlar bo'lyapti, jinsiy iqtidorlar bo'lsin, hammasini bir umumiy statistik qilsanglar, bizning uning ichida bizlar nimalarni yegizdi, nimalarni ichadi, shuning oid bir narsa chiqadi deb o'ylayman. Andan keyin bizga shu anlatishda doim so'zlaymiz, haq ko'ribmi, unda ta'sirlanadi. Shuning o'zidimi qo'shimcha hozirgi bizning vatanimizni o'ltirayotgan, sulangan, zanjirlangan videolar va fotolar bor. Shularni bir bizga dokumentallik bir Photoshopchilar bir yordam qilib uni yasab bersa, bu ikkinchi taklifim ham planim. Uchinchisi bizniki hozir vatanimizda vatan bo'lgan kichik oilalar vayron qilib o'tishlik. Ona boladan, bola ota-onadan, ayoldan hammasini vayron qilib o'tishlik. Shuni muhojiratdagi Uyg'ur qozoq qarindoshlarimizning bo'lsa-mu, o'z millatimizga, o'z qarindoshlarimizga turmushga chiqib, bir kichik vatanning qurishiga bir cho'qim yordamda bo'lsak, hozir bu dunyo quruqida atrofida nurg'ulg'an tashkilotlar va diniy tashkilotlar va siyosiy tashkilotlar va mushu narsaga qat'iy e'lon qilmayotdi. Bu chaqchaq qilgan narsa emas. Bizning qizlarimiz qo'limizdan kessa, bir millatning o'g'lonlari va kelgusi katta degan so'z. Men shuningga ishinaman. Shuningga qarindoshlarimniki mayli xalqimiz ishonmasin, sizlar to'xtamay oldi qarab ilgilayotsizlar. Endi shuning uchun men boshqa dunyolik barliq qarindoshlarimga tavsiya qilganim, bu birisini tillashdan burun men nima ish qildim deb o'ziga savol qo'yib baqsa. Tushunamasa, dunyo qurultoyining qonuni vakili bilan suhbatlashib baqsa, ekranga chiqib baqsa, bu sizlar misalda nima uchun qilasizlar buni? Pul uchun emas-ku. Hammalarniki ashada vatanda zulm qilayotgan tuqmonlar va qarindoshlar va bu xalqimiz tushunmay, bu qurultoyga ishonmay kelyapti-ku, yana mustaqillikni bular sizlarni qo'lga keltirgan holatda ham ishonmaydi, ham sizlarga ishni sizlar talmirdi. Shuning uchun biz hammamiz bir niyat, bir maqsadda bo'lgan ekanmiz. Bir yoqdan yang, bir yoqdan bosh, bir yangidan bir qo'l chiqarsak, cho'qim mustaqilligimizni qo'lga keltira olamiz. Ham irqiy qirg'inchilikdan nurg'ulg'an mamlakat e'tirof qildirib, bu xalqimizni qutulishga birinchi o'rin turadigan bu vatan, bu to'proq turib tursin hozir. Xalqimiz bo'lmasa, to'proqning bizga hech na keragi uning. Chechenlar 1 million nopos qolib qolgan. O'rislar 70 yil qirib 1 million nopos qolib qolgan. Eng oxirida 15-20 yil jarayonida 3 million yetkazdi. Hozir 3,5 million bordi, shuncha nopasga chiqdi bular. Men chechen nurg'un do'stlarim bor. Asla shu chechen qizini boshqalarga berib qo'ysa, kalasini kesib o'tadi. Haqiqat bu.
Men shu qarindoshlarning atrofimizdan boshlab o'zimizning qizlarimiz ega bo'laylik, vatanimizga ega bo'lamidik. Bu nomusni o'zim ko'tarib yuryapmiz, o'zimizni dapshaq taqilib. Hajam bir odam bo'lib qoldik biz bunda qaraydigan bo'lsak. Shuningga men boshqa ortiq gap qilmayman. Endi oxiri ta'kidlaydiganim qarindoshlar biz hammamiz Yevropada yashayapmiz, Amerika, Kanadadan kelgan qarindoshlarimiz bor. Biz butkul Sharqiston xalqiga vakolat qilamiz biz. Bizning yiginimiz, turishimiz, minishimiz, so'zimiz hammasi vakolat qiladi. Mening deydiganim, bundan keyin ommaviy so'rovlarda biz haqiqiy Sharqistondagi madaniyatli xalqi bo'laylik, botir xalqi bo'laylik, qahramon xalqi bo'laylik. Sizlarga rahmat.